Nima deb chiqdingiz? Bugun 10 million qilishim kerak dedim. Qalin kiyinaman deb kechgacha yurib. Yomg'ir yog'organiga. Kechgacha yurib 10 million qilaman dedim. Nimaga bog'liq ekan, niyatga? Niyatga bog'liq ekan. Mana do'konga kirib chiqdingiz-ku. Nima xato qildingiz? Xo'p, qarang. Do'konga kirdingiz, sotishga kirishib ketdingiz. Lekin nima qilish kerak edi? Buni sotuvdan oldin Tanishib chiqishim kerakmidi? Nimasi bor, nimasi yo'qligini? albatta tanishib, konkurentlarni o'rganib, siz nima sota olasiz o'tga, o'shalarni o'rganishingiz kerak edi. Undan keyin sotuvga o'tishingiz kerak edi. Shunga qaramay, sotuvni amalga oshirdingiz, zakaz olib chiqdingiz. Bu zo'r. Lekin shak vizitaga ham e'tibor bersangiz, savdoyingiz oshadi yanada.